Maktabni bitirganimga 12 yil bo'ldi, sinfdoshim ketdi. 3 ta bolam bor desam, ko'zi chiqib ketdi. Qachon endi desam, nimamush karyera qilarmish. Bo'lajak qaynanang yaxshi ko'rar ekan. Ovqat payti kelding, kakrasabetga zo'r narsa pishirib o'tirdim. Yana buni ko'rib olib, to'ydan oldin sevganingga shartta tayyorlab bermagin, to'ying tezlashib ketadi desam, uyga borishi bilan pishirib beribdi. Pismiq yana karyera qilaman deydi. Hozir ko'rib turganingiz salat emas, noodatiy sous degan bo'ladi. Ana endi go'shtni qovurish ham, ovora bo'lib kotlet tayyorlash ham shart emas. Uni o'rniga Joja firmasining tayyor stripslardan foydalanamiz. Yog' ishlatmasdan, ortiqcha vaqt ketkazmasdan, listga terib, duxovkaga qo'yib 200 darajada osongina pishirib olamiz. Ungacha esa aksiyadan foydalanib omadingizni sinab ko'ring. Joja mahsulotidan sotib olasiz. Upakovka ichidan kodli stikerni topib, skaner yordamida botga o'ting, ro'yxatdan o'tib kodni jo'nating. Jami 4 ta yutuq, bosh sovrin 50 million so'm. Albatta omadingizni sinab ko'ring. Ana endi tayyor dumaloq lavash xamirlarini ichiga noodatiy sous va stripslarni solib o'rab olamiz. Xohishingizga ko'ra ichiga ozgina ketchup sovarsiz, pomidor solish ham shart emas. Shunaqangi mazali chiqadi. Qizib turgan tovaga ozgina yog' solib, har tarafini yaxshilab qizartirib olamiz. Bu lavashning mazasi umuman boshqacha, tayyorlab ko'rmasangiz bo'lmaydi. Issiqligida ham, sovuqligida ham birdek zo'r ketadi. Ana endi videoga like bosib saqlab oling, keyin esa hali ham turmushga chiqmagan, karyera qilaman degan sinfdoshingizga jo'natib qo'ying.